Assalomu alaykum do'stlar. Azizlar, bugun 2026-yil 11-aprel 11-aprel kuni asalaridan отводка olyapmiz. Mana bunday o'tgan videolarimda ham ko'rsatgandim. Maxsus uyalar yasaganman. 3 ta oila hosil qilinadi bu yashik orqali, hamda tagida maxsus universal diafragmasi bor. O'zim yasaganman uni ham, u meni ixtiroim emas, bu rossiyalik Dikoryov Sergey degan odamdan o'rganib, nimalaridan, videolardan o'rganib, mana shu diafragmani yasab, mana shu usulni qo'llab, mana taglari ham, hozir obzorini ham qilib beraman buni. Bundan qo'shimcha 3 ta отводка olinadi mana shu oiladan. Kuchli oila bu. Hozir 8 romkada turibdi. Yaxshi ishlayapti, mana ishlashlari ham yaxshi. Eng kuchli oilalardan olinadi. Hamda ustida shu 3 ta oila hosil qilinadi sezonga. Bunga bitta, ikkita, 3 ta, o'zi bilan 4 ta oila hosil bo'ladi asal sezongacha. Bular rivojlanib, xudo xolasa, Alloh rivojini bersa, albatta 4 ta oila hosil bo'ladi-da. Bulardan keyin bunga donor oila sifatida foydalanish mumkin. Hamda kuzda bu eski 2025-yil onani 2026-yil ona ariga almashtirib olinadi. Mana bu tomondan yutiladi ham ikkita отводка qishga kiritish mumkin bo'ladi. Buni obzorini qiladigan bo'lsam, diafragmani mana sizlarga hozir ko'rsataman. Mana qarang, bunda diafragma asosi DVP, mana DVP taxtadan yasalgan. 3 ga bo'lish uchun reykalar mana mahkamlangan. Reykani o'rtasida mana devor uchun maxsus teshik qoldirilgan. Hamda mana bu yerda mana 3 ta oila uchun alohida 3 ta 2 qavatli setka qo'yilgan teshik bor mana. Bu orqali pastki oiladan issiqlik hamda hid bir xil bo'ladi. O'tib turadi. Issiqlik hamda ona arini hidi o'tib turganligi uchun 2 qavat setka qo'yiladi bu yerga. 2 qavat setka qo'yilgan. Oilalarda hid bir xil bo'ladi. Buni asal sezonda bularga donor sifatida foydalanganda mana asosiy oilaga hid bir xil bo'lganligi uchun hech qanday qo'shilishda muammo bo'lmaydi. Mana shu tomonlari, yutuq tomonlari bor ekan, shuning uchun shu usulni qo'lladim. Undan tashqari mana birinchi dastlabki 10 kunlik uchun mana bu yerda mana ko'rayotgan bo'lsalaring, maxsus nimada setka bor. Ajratgichli panjara deymizmi? Ana shu ajratgichli panjara ochiq turadi birinchi 10 kunlikda. Arilar отводкаларga kirib bemalol nima qilinadi? To nimani chiqarib yopib olguncha, g'umbakni yopib olguncha nima qiladi? Arilar общий ishlaydi. Umumiy pastki oila bilan birgalikda ishlaydi. Ari kamchilligi bo'lmaydi. Yaxshi sog'lom ona ari chiqish uchun xizmat qilar ekan. Keyin o'sha g'umbakni yopgandan keyin mana bunday qilib yopib qo'yiladi mana. Yopib qo'yiladi. Mana bu yerda ham mana alohida nimalar bor. Asal sezonda ishlashi uchun ajratgichli panjaralar bor. Bu ham kerak bo'lganda mana buni ham ochiladi mana. Ochib bundan foydalanadi. Undan tashqari bu mana bu yerda litogida maxsus moslama qilingan mana. Maxsus moslama ko'radigan bu olib chiqadi mana. Tashqariga chiqadi.
Mana bunday litok yasaganman o'sha Sergeydan o'rganib. Bu hozirgi holatda mana bunday holatda turadi mana. Mana ko'rayotgan bo'lsalaring, ochiq. Arilar bu yerdan bemalol kirib, chiqib o'rganaveradi to o'sha nima bo'lguncha. Asal sezoni kelganda mana bu yerda mana teshigi bor, mana tagida. Ko'ryapsiz. Mana teshik bor. Buni hozir yopiq turadi bu teshik. Pastki uyaga teshik bo'ladi bu. Xo'p, mana shu teshikni ochib qo'yiladi. Qanday qilib ochib qo'yiladi? Mana hozir ko'rsataman sizlarga. Mana bu litogimizda moslamasini pastki tomonga mana bunday qilib aylantirib, mana bunday qilib qo'yiladigan bo'lsa, mana bunday qilib qo'yiladigan bo'lsa, arilarimiz uchib kelgan arilarimiz, nektar olib kelgan arilarimiz uchib kelib mana shu teshikka o'rgangan bo'ladi. Teshikdan kirgandan keyin bu tomoni mana yopilib qoladi-da, pastki etajga, eski ona ariga, asosiy oilaga asal tashishda yordam berar ekan. Undan tashqari qo'shimcha litoglari bor mana. Xo'p, har bir 3 ta oila uchun alohida litoglar qilingan. Mana bu orqa tomonida mana bitta litok. Bu mana bu tomondagi oila uchun. Hamda mana bu yon tomonida bitta litok. Bu boshqa 2-3 oila uchun mana litok. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, bu chekkadagi arilar mana bu litogdan chiqadi. Bu chekkadagi arilar mana bu litokka o'rganadi. O'rtadagi oila esa mana bu asosiy litogdan chiqadi. Bular ona arini urug'lantirib, urug'ga kirib, rivojlanib, 2 ramka to'la urug' bo'lgandan keyin, xo'p, buni bitta oilani atvodga qilib olinadi. Bitta oilani atvodga qilib olinadi. Bu bugun 11 bo'ladigan bo'lsa, 11-may kuni Xudo xolasa bu to'liq urug'lanadi. Bir oyda. Agar g'umba qo'yiladigan bo'lsa, 30-aprellargacha o'zi normal nima bo'ladi, holat urug'lanib, normal holatga keladi. Ana shu kunlari Xudo xolasa atvodga, buni atvodkalar to'liq 2 ramka to'lgandan keyin atvodga qilib boshqa yashiqqa olinadi. Mana bu ikkita oilani esa ona arisini misol bittasini olib boshqa maqsadda ishlatib turib, bu ikkala oilani birlashtirib yuborilsa, bitta kuchli oila hosil bo'ladi. 4 ta rasplotli oila hosil bo'ladi. Yoki bo'lmasa buni ikkala ona arini sotib olib turib, uchalasini ham birlashtirishda muammo bo'lmaydi hech qanaqa. Xo'p, mana shu holat hozir men buni atvodga olish jarayonini videosini sizlarga ko'rsataman. Yana arilarimiz ishlayapti. Mana hozir bu bir tarafini bekitib qo'yishimiz mumkin. Hozircha bu devorlar qo'yilmaydi 10 kungacha. To g'umbayni yopmaguncha devorlar qo'yilmaydi, lekin uya issiqroq bo'lish uchun mana bu bitta nimasini qo'yib qo'ydi. Ikkita devorini. Mana bunisi bu yerda turib turadi. Mana bu yerga hozir atvodkalarni joylashtiramiz. Mana bu nimasini ochib qo'yamiz hozir. Litogini mana bunday qilib qo'yib